Nodonlik 9-oygacha elevit vitaminini ichsam zararli emasmi Osiyopa degan savol kelibdi. Elevit vitamini поддерживающий profilaktika uchun chiqarilgan har xil mikroelementlardan, B vitaminlardan, minerallardan tashkil topgan to'plam. Buni hech qanaqasiga zarari yo'q. 9 oyning oxirigacha ichsangiz ham, 9 oydan keyin ichsangiz ham bu ham zarari yo'q. Ya'ni bu yerda oddiy vitaminlar xolos. Agar siz analiz topshiradigan bo'lsangiz, men hech qachon u vitaminni yozib bermayman. Chunki defitsitingiz ko'proq bo'ladi. Bu odamda defitsit ko'proq bo'ladi. Bu elevit defitsitni qoplamaydi o'rtoqlar. Sizlar farzandlaring bilan birgalikda ichasizlar. Sizlarning ichayotgan vitamin farzandga ham yetib borishi kerak. Defitsiti bor inson bitta elevitni o'zi bilan farzandiga o'ziga yetarli vitamin bera olmaydi. O'ziga yetsa ham farzandiga yetmaydi yoki farzand so'rab oladi, o'zi baribir defitsitda qoladi. Shuning uchun analiz orqali eng yaxshi vitaminlarni ichish kerak. Yoki bo'lsa analiz topshirmagan bo'lsa, metilfolat обязательно. Omega, C vitamin, D vitamin, magniy va yod ichish kerak. Chunki bola aynan yod bilan miyasi rivojlanadi.